Vazifasi havo o'tkazish va tovush hosil qilish bo'lgan hiqildoq larinks haqida gaplashamiz. Dastlab mana bu rasmni tushunib olishimiz uchun biz hiqildoqning joylashgan joyi va uni kesishni o'rganishimiz kerak. Hiqildoq traxeya bilan halqumning o'rtasida joylashgan tuzilma bo'lib, agarda biz undan yon taraflama ko'rinishi bu yerda keltirilgan kesma o'tkazadigan bo'lsak, pastga qarab anatomik kesma bizda shu rasm paydo bo'ladi. Endi unda joylashgan tuzilmalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi tuzilmamiz og'iz tarafdan keladigan bo'lsak, birinchi ko'radigan narsamiz bu hiqildoqning kirish qismi va bu aditus larinx deb ataladi. Va bu havo o'tkazish vazifasini bajaradi. Endi keyingi qismida esa biz hiqildoqning dahlizini ko'ramiz va bu lotinchasida vestibulum larinx deb ataladi. Bu ham asosiy havo o'tkazish vazifasini bajaradi. Keyingisi esa bu dahliz burmalari bo'lib, juft shildiq burmalar hisoblanadi va bunda ikki xil tuzilma ligamenta vestibularia joylashgan. Bu asosiy og'iz bo'ylamlari uchun skelet tayanch vazifasini bajaradi. Keyingi tuzilma esa bu rima vestibuli bo'lib, dahliz burmalari orasidagi bo'shliq hisoblanadi va bu ham havo o'tkazishda ishtirok etadi. Demak, hozir gaplashganlarimiz aditus larinx, vestibulum larinx, rima vestibuli havo o'tkazish vazifasini bajaryapti. Ligamenta vestibulari esa tayanch vazifasini bajaryapti. Endi bizda keyingi tuzilmalar bor. Bu glottis, ovoz bo'shlig'i hisoblanadi. Yuqorisida plika vestibulyari joylashgan edi, pastida esa plika vokalis bilan chegaralangan bo'ladi va bu yerda hiqildoqning qorinchalari joylashgan bo'ladi. Ikki yonga qarab ketgan. Va bu o'sha glossning chuqurchalari bo'ladi. Endi 5-rasmda ko'rsatilgan bu haqiqiy ovoz paychalari, plika vokalis deb ataladi. Bu kartilago tiroidiya va kartilago aritinoidiya orasidagi burma hisoblanadi va bu yerda ligamenta vokalis ovoz boylamlari joylashgan bo'ladi hamda rima glottis ovoz yorig'i joylashgan bo'ladi. Va oxirida esa uni pastga qarab ketadigan bo'lsak, cavitas infraglottica joylashgan bo'ladi. Ovoz bo'shlig'ining pastki bo'shligi. Xuddi qum soatga o'xshash tuzilgan. Endi va bu yerda biz takrorlab olamiz. Biz eng birinchi og'iz orqali kirganda birinchi kirish qismi dedik. Hiqildoqning kirish qismi aditus larinx joylashgan dedik. Keyin dahliz qismi joylashgan bo'ladi. Dahliz qismidan keyin burmasi joylashgan bo'ladi. Plika dedik buni. Va bu ovoz bo'shlig'ining keyin pastki qism bo'shlig'i joylashgan bo'ladi. Bu haqiqiy anatomik tuzilmada. Va bu yerda yana qayta ko'rishimiz mumkin. Aditus larinx, rima vestibuli joylashgan, plika vestibularis qorinchalar ikki tarafga qarab ketgan chuqurcha, plika vokalis ovoz burmasi hamda rima glottis ovoz bo'shlig'i joylashgan bo'ladi. Endi og'iz orqali kirganimizda biz mana shu xuddi shu rasmni ko'ramiz va bu yerda qanday tuzilmalar joylashgan. Birinchisi epiglottis, hiqildoq qopqog'i. Biz nafas olganimizda bu ochiq turadi. Narsa yeganimizda, yutinganimizda bu havo yo'lini yopib turadi va bu yuqoridan tuzilma hosil qilyapti. Yaxshilab qarab tursak, tushunib olamiz. Bitta rasmni qayta o'zimiz chizadigan bo'lsak mustaqil, butun umrga eslab qolamiz. Yuqorisida epiglottis joylashyapti. Uning pastki qismida esa plika epiglottika pastga davom etyapti va bu cho'michsimon tog'ay bilan hiqildoq qopqog'i o'rtasidagi burma hisoblanadi. Endi pastki qismida do'mboqlar joylashgan. Birinchi lateral tarafdan ko'radigan bo'lsak, birinchisi ponasimon tog'ay do'mbog'i, tuberculum cuneiform. Medial qismida joylashgan esa shoxchali tog'ay boylam, ya'ni tuberculum corniculatum deb ataladi. Markazida esa kichkina chuqurcha joylashgan, ya'ni aritinoid orasidagi chuqurcha insizura interaritinoidia deb ataladi. Bizda bitta katta halqa hosil bo'ldi va bu qanday bo'ldi? Yuqorisida epiglottis, pastga davom etgan plika epiglottika, unda joylashgan ikkita tuberculum cuneiform, keyingisi esa tuberculum corniculatum va markazda esa
insizura interarytenoidea deb ataladi. Endi uning markazida nima joylashgan? 3 ta tuzilma joylashgan. Rima glottis deb ataladi va ovoz yorug'i deb ataladi. Kattalarda bu eng tor qismi, bolalarda nisbatan kengroq bo'ladi. Infraglottikaga bir xil bo'ladi bo'shlig'i. Bu yerda nimalar joylashgan? Eng lateral qismida pars intermembrainica pardalar orasida aro qismi bo'ladi va bu haqiqiy tuzilmada ko'rinishi ikki yonda joylashgan va ko'k rangda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Markazda esa tog'aylar aro qismi joylashgan. Bu pars intercartilagenia deb ataladi. Haqiqiy tuzilmada oq rangda ko'rinadi. Tog'aylar orasidagi qismi bu yerda qizil rangda ko'rsatilgan. Keyingisi esa bu pars interarytenoidea, ya'ni arytenoidea tog'aylar o'rtasidagi qismi hisoblanadi, yashil rangda ko'rsatilgan. Va bu rasmga qaytamizda, bundan oldingi rasmda uning markaziy qismlarini chizib qo'yamiz. Buni bitta oq qog'ozga chizib oladigan bo'lsanglar, keyinchalik butun umr esinglarda qoladi. Va bu ko'rishimiz mumkin. Mana epiglottis ko'rilgan. Bu tog'ay qismi. Endi sintapiyasi haqida gapiramiz. Sintapiya bu nima? Boshqa organlarga nisbatan joylashuv tushuniladi. Uni ventrolateral degani oldingi lateral qismida nima joylashgan? Bu qalqonsimon bez, glandula tiroidea joylashgan bo'ladi. Endi lateral sohasida esa arteria carotica communis, umumiy arteriyasi hamda vena jugularis interna, ichki yugulyar vena joylashgan bo'ladi. Kranial qismi tushunib olaylik. Juda ko'p ishlatiladi shu termin. Kranial degani yuqorgi qismi, kranial, kaudal degani pastki qismi. Kranial qismida osioidium tilos suyagi, kaudal qismida esa mana traxeya joylashgan bo'ladi va bundan tashqari bu yerda berilmagan ventral qismida, oldingi qismida bo'yin fassiyasi joylashgan. Darsal orqa qismida esa halqumning hiqildoq qismi joylashgan bo'ladi.